Sizlar bilan har doimgidek kayfus bo'lyapti. Bugun ultimatum kartasida yutishga harakat qilamiz. Agar yutsak, like va podpiska bosib qo'yinglar. Mana o'yinga ham kirib oldik. O'zini o'ldirishga harakat qilamiz. 5 shotga o'ynayman. Hozir begim bo'libdi. Qayerga begim ekan? O ana ekan. Stidan qo'yilgan joyini qaranglar. O ana bittida hit. Yangi kelgan qurollar ekan, Winchester ekan. O'shunda hit bitta. Endi qolganlarda ham hit bo'ladimi bilmadim. Ko'ramiz. Voy. Hozir mana hozirdan yeb qochib ketib. Mana yerdan tepaga chiqaylik. Hattoki ana uxti. Sal qoldi hidga ko'tarib qo'yar. Oqarib ketdi. Krisa dedi. İkinci şut demini olsam gerek. Xudo xolasa olaman. Mana ikkinchi shotda ham oldim. Agar mana shu videoning atiga 5 donaga like yig'ilsa, yangi video chiqaraman. Shorts emas video. Qani qattiqqina bo'ladi. Yo, ko'ryapsizlarmi? Bitta hit. Masiyat berganlarimga ham bitta obuna va like bosib qo'yinglar endi. Shuncha mehnatim ketyapti. Ha? Sizlardan hech narsa ketmaydi-yu. Opa. Bir shotdan bilmayman. Короче. Oxirgi shot, o'shini ham o'ldirsam, menga like va podpiska bosib qo'yasizlar. Tushunyapsizlarmi? Qani bu shot ham o'ldirarmikinman? Hali ko'raylikchi. Tegmay qoldi. Buni bir ko'z qilamiz. Menga bir marta bilsanglar, oqartiradigan o'tdi. Mana baya. Mana shu yutganimga bitta like va podpiska bosib qo'yasizlar. Sizlar bilan har doim kayfus bo'ldi. Xayr do'stlar.